Timliysan bo'lgan bular tushayotgan mana apparatda har bir tushayotgan tomchida qancha vitamin, qancha sanoqga yetolmaysan. Buni nimaligini aytasanmi? Bu qovoq urug'ida sharbati. Buni har kuni ertalab mana shu bir osh qoshiqqa 2 tomchi limon siqib ichsa nima bo'ladi? 2 tomchi limon siqib ichganimizda butun organizmimiz bizga rahmat aytishni boshlaydi. 2 daqiqa aylantiramiz. 2 daqiqa aylantirgandan keyin 1 daqiqa tindirib qo'yib ichamizda, bu prostata adenomasi, prostatit shamonlashlari, ichki yallig'lanishni batamom yo'qotadi. Endi yana bitta zo'r narsasini aytaman senga. Gemoroy bilan qiynalganlar bor-ku. Shunda ko'rgandek bo'lib qoladi. Xudo xolasa, gemoroy so'zini Wikipediyadan qidirasizki, nima ma'noni anglatadi deb. Undan tashqari, bolajonlarning gijjasiga bundan zo'ri yo'q. Ayniqsa 3-4 yoshli qilib chiqazib beramiz, xudo xolasa. Aka, keyin 3-4 yoshli bolalar ichi qotib qoladi-ku. Mana shu muammo. Voy. Hojona, hojota, qavziyatdan qiynalyapsiz. Bir osh qoshiq men uchun shuni har kuni kechqurun ichib yoting. Umringizga umr, ichingizga doim salomatlik tilaymiz. Mana shu, qani, bismillahirrohmanirrohim. Omma ishni sehrli quvarding. Ichganda maza qilasan, joning kiradi. Eng zo'r nima deyapti? Mazasi xuddan prezident saryog'ini yeysiz-ku, shundoq kesib, mana shunaqa ta'm beryapti-da. Ichganingizdan keyin umuman boshqacha tushunib berar ekanda, ichlaringiz qizdirib. Zo'rmi? Non botirasiz ham bo'ladi iloji bilan. Maza, endi limon bilan 20 barobar kuch ko'payar ekan. Shunaqa. Sint qidirib yurmaysiz. Mana sizga sint. Sint bu dirijo. Qovoqda juda ko'p organizmni moddalarni boshqaradi. Apparatda chiroyli holatda chiqazib, yarim litr shisha idishlarda quyib beramiz. Xudo xolasa qayerga siz yetkazamiz, dastlabkamiz bor. Bunaqa yengilliklar faqat Master Suxoflikda, Qator Solobchiy bozorida 9-10 do'konda bo'ladi. Zo'r. Baraka top, Rahmat.